Assalomu alaykum, hurmatli Qudrat o'z kanalining obunachilari, chorvadorlar, sigir ishqibozlari. Inshaalloh bugungi videomizni Namangan viloyati Uychi tumani Yorqo'rg'on Oftim chorva bozorini ona bolaliklarni qatorida video syomkalarimizni boshlaganmiz. Bugungi chislamiz 2026-yil 25-fevral hafta kuniga chorshanba. Har chorshanba bozorimiz bo'lib o'tadi. Bu joy manzil lokatsiya Telegram Qudrat o'z kanalida. Kelaverasizlar inshaalloh. Bozorlarimizda mollarimiz bor, seron. Qo'ldan kelganicha sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Hop, 10 mingta bo'lishimiz yoz qoldi. Poddashcha qilib bitta 10 mingta bo'lib bo'lsak, yana ham yaxshi bo'ladi. Chorvadorlarga jo'natib qo'ysangiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Bu joy manzil lokatsiya Telegram Loton harita Qudrat o'z desangiz kelib chiqadi. Hop. Chekadan bu joyga yoritishga harakat qilamiz. Qushga qiziqadiganlarning Qudrat Qushcha kanalimiz bor. O'sha kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, qushlar to'g'risida oldi sotdi gruppalarimiz bor. Qushlarimiz bor, xudo xolasa, sotuvlarda kelaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa. Xo'p, bular endi egalardan narxlarini beramiz. Mana turishi qarang. Mol o'zi ham tuqqandan o'zib ham ketmabdi-ku. Qancha bo'ldi tuqqaniga buni? 4 kun. Mol o'zi ham yaxshi ekan-a? Pulichi buni puli? 55 million kami bor aytilyapti. Bola buqami yo'q unajimmi? Bola unajim 4 kunlik sutichi? 12 litr suti bor. Berganicha bozor bergani? Bergani 47-48. 47-48 orasida savdosi bo'ldi. Tushovli yo'q? Yo'q. Tushovli yo'q, xudo xolos. To'ttasi ham ishlaydi so'zga. Ishlaydi. Hop, keyingisichi? Yetangilasi Novos. Buqa buni bolasi, Novos. Mana bolasi necha kunlik bu? O'tgan bozor kuni biz 4 kunlik. Bugun 3 kunlik bo'lar ekan-da. Pulichi buni puli? Puli 38 kami bor. 38 million kami bor, bolasi 4 kunlik. Buqa sutichi? Sut 8 litr, 9 litr suti bor. 8 ta 9 ta berilaveradi. Xudo xolasa. To'ttasi ham ishlaydi. Tushovli yo'q bunda. Xudo xolasa. Nechinchi kurak bu? Tug'ishi. 6 kurak. Ikkinchi bola. Ikkinchi bola 6 kurak. Bola ham buqa ekan. 4 kunlik pashta. Ha, bozor bergani qancha bo'ldi bunga? 33. 33 million berilmadi. Xudo xolasa qo'shilsa beriladi. Hop, keyingisicha. Novos. Bola buqa, shibatga gibrid shikli monjali, chiroyli ekan. 14 kunlik bozor. 14 kunlik bo'zam. Shichislar tuqqan. Hop, bola, onacha sutini ishda buni suti. 10 ta suti bor. 10 ta suti bor. Qirg'iziston paroda bu. Savdosi qancha bo'ldi buni? Savdosi 43 millionga to'xtadi. 43 million bo'lib turibdi savdosi. Hop, qo'shilsa beriladi bularga. Ha, yurganga sotamiz. Xudo xolasa, tevasi yurganga. Bular yashir yo'q, xudo xolasa, kasali yo'q. Ko'ch qaytarib turibdi, og'izdan shaloq oqqani ko'rmadik. Oyoqlar butun, xudo xolasa. Ha, hammasi. Ko'rib, ilojini bo'yicha tevasida gaplashib ketishaveradi. Bo'ldi. Yana mashg'ulotmi yo bormi yana? Mashg'ulot ushtasi. Hop. Telefon nomeri ayting. 97lik. 97lik. 902 902 37 38. Adres qayda? Adres Sho'roda. Namangan shahar Sho'roda ekan, aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rib, gaplashib ketaverasizlar, xudo xolasa. Keyingisini ko'ramiz. Keyingisi ham Qirg'iziston paroda. Ya, qo'rib bola nimaga? Ikkinchi kurak, 6 kurak. Qirg'iziston paroda. Bola xunajimi, buqami? Bolasi xunaja. Ha, so'g'ber oldi buni. Ana ishonmagalar ko'rsatib qo'yadi-da. Gap yo'q. Mol yiyin yomon-ku. Baqir qo'ycha oladi. Xudo xolasa. Ana. Yumshoqligi mana shundan bilinaveradi mana. Yosh bola pijillatib o'tib yotibdi. Xudo xolasa. Ana. Xudo xolasa ana asosiysi shov yo'q. 4 kunlik bo'za. Qirg'iziston paroda. 12 ta so'g'ilti 10 litrga berilaveradi. Bozor berganicha. 37 million kami bor aytilyapti. Bergani qancha bo'ldi bozor? 32-33 million so'm savdosi bo'lyapti. 37 million kami bor aytilyapti. 6 kurak molimiz. Hop, qiziqqanlarga nomer qoldirib ketaman, aloqaga chiqaverasiz. Yana qaysi biri sizdan?
Mana u kimda? Mana. Hop, qo'ranib keling chetalab. Qo'ranib keling. Ikkoviga bitta nomer qo'yamiz o'shanda, xudo xolasa. Lekin chiroyli narsa ekan, 32 million so'm savdosi bor. 4 oylik qirg'izdan tushgan o'zingizga. 4 oy oldin o'zingizga tushgan bo'g'ozligida. 4 oy oldin tushgan ekan Qirg'izistonda. Xo'p. Keyingisi qorani ko'ramiz. Bolasi o'zimiz mesni paroda. Ha, bu ikkinchi tug'ishi 6 kurar. Bu ham 6 kura, ikkinchi tug'ishi. Bola xunaja. Bolasi xunaja. Gavdasi bor ekan, lekin mana bundan ko'ra gavdasi bor, xudo xolasa. Imizman qo'yaring. Suti nechta buni suti? 8 litr sutga beramiz. 8 litrga berilaveradi. Yeyishti joyida. Shaloq yo'q. Yo'q. Bozor berganicha. Bozor bergani 27 bitti. 27 million berdi. Kam 30 million kam bor aytiladi, 27 million so'm savdosi bo'lgan, berilmagan. Ozgina qo'shilsa berilar ekanda, ko'p emas. O'zi kelib qopti-da. Nomer ayting, qora. 93lik. 93lik. 914 1859 aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa shu nomerga kelishilaveradi. Adreslari shu o'roqda bilan ekan, xudo xolasa. Hop, keyingisiga o'tamiz. Bu qancha bo'ldi? Qirg'iziston baroda. Bola bu qaymoq onajimmi? Savdosi bo'lyapti mana yerda. Yo, bu nima? Buni savdosi bo'lmayapti, umumiy holatda savdo bo'lyapti bozorimiz. Xo'p, bola xunaja. Ichkura. 6 ta. Ikkinchi tug'ish. 6 ta. Hop, mol chiroyli lekin. Eti boshlari yaxshi. Bozor bergani qancha bo'ldi? 30 million so'm savdosi bo'ldi, berilmadi. Yo. Bolasi xunaja. 6 kurak, suticha. 10 taga beraverami? Va. Tushovlar yo'q. Tushovlar yo'q, 10 litrga beramiz deyishyapti. Mana yerda qasdlar sotildi o'zi. Qaysi sotildi? 37-38 mi nomer? 94ligida. 97lik 902 37-38 boshda qo'ygan bo'limizni sheriga mana shu. Qaysi biri qanchaga ketdi? Yo'q, oldinroq sotdim. Oldirroq. Oldik buni. Hop, endi keyingisini ko'ramiz, xudo xolasa. Naqdini qiziqamiz. Savdosi qancha bo'ldi buni? Ustoz O'rmani, kizachimi bu? Sizlar? Kizachi. Buqaga xunajimi yo? Ikkovi ham xunaja. 45 ga berilmadimi? 45 million so'm savdosi bo'libdi, berilmagan. Ikkovi ham xunaja, kizachi. Ishkurak bu? Ikkinchi bola. Ikkinchi bola 6 kurak ekan dedimi? 6 kurak, lekin bo'lamiz ikkita xunaja bolasi bor, ikkovi ham. Suticha? 10 ta da o'sha. Asosan bola emsa ham bo'laveradi, ikkitasini katta qilib bersiz u. Necha kunlik bola? 8 kun 10 kunlik. 45 million so'm savdosi bo'libdi, 8 kun 10 kunlikga sotilmagan variantlar. Nomer ayting. 93lik 508 0 bitta 0001 aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa. Bular ham sizlardanmi? Bular kimdan ekan bular? O'zimiz mesni barodan nargisidan ikkita bola turibdi, hech qanday kizachi bo'lsa bu ham. Bunisi bitta, lekin eti boshlari yaxshi. Bu kimdan ekan mana? Bularni egasi yo'q ekan Shikilmonjaldan. Lekin turibdi. Egasini bilmadik, egasini bilganimizda qo'yib ketadi deydi. Hop, buni keyingilarini ko'raveramiz, xudo xolasa. Sekin bu tarafdan chiqib ketaveramiz. Boricha ko'rsatib. Qirg'iziston paroda. Bola xunajimmi? Necha kunlik bo'ldi? Bola 2 hafta. 2 haftalik. Savdosicha? Pas. 22 million. 22 million savdo bo'ldi, bermadingiz. Suticha? Suti bor 78. 7-8 ta suti bor. Nechinchi qorin shon tug'ishi? 8 tachi. Tenglik. 8 ta butun tenglabdi ekan. Xo'p, shovlar yo'qmi, xudo xolasa. Lekin bo'ldi, joy unaqangi 4 ta tuqqanga boshqa masal. Eti bor ekan, qorni katta eti bor mo'limizda. Xo'p, 22 million so'm savdosi bo'libdi, qo'shilsa beriladigan variantlardan ekan. Nomer ayting. 94lik 266 266 77 22. 77-22 Namangan shaharda? 3 rayon Mashhad. 3 rayon Mashhad. Qiziqali aloqaga chiqaverasizlar. Hop. Va bular pulini bilmadik-ku, ustoz. Pulini bilmadik-ku buni. Pulini yozing. Qancha bo'ldi bu?
Bularda 58 millionda ham itam so'ramaydi. 58 million so'm savdosi bo'ldi. Ikkizachimidi yo yakkamidi? Ikkita turadi buni yonida. Bu bolasi boshqa moli bolasi. Boshqani qo'shgasizlar. 58 million kam bor aytib savdosi bo'lmay ketdi mana. Savdolar kamayib ketdi. Chiq. Ketdi ana. Barakasini bersin mana. Bolasi buqayga ekan. Hop, endi keyingilarini ko'ramiz, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Obuna qo'shishdan chiqamiz mana. Sizlar uchun bozordamiz. Mana bola chiroyli ekan lekin chiroyli narsa ekan. Qirg'iziston parol. Chiq. Keyingisini ko'raveramiz, xudo xolasa. Bu chiqib ketganlarni bilamiz. Endi nashaga turib olib, bichakadan xudo xolasa. Buniki qancha bo'ldi o'shanda bolasi xunajinda? 22 yarim bolasi xunajin. Bolasi xunajin. Buniki 22 yarim million so'm butun savdosi. Mana kel. Shuni bilaylikchi mana shu yerda ikkita katta mol bor ekan. Puli qancha bo'lganini. Rangi chiroyli, o'sha rossiyskilar shekil. Puli qancha bo'ldi buni? Nimaga? Savdo yo'q mana. Qancha o'zi kami bor buni? 30 millionga olganman. Pulga ichiganman. 30 millionga olingan, lekin savdosi bo'lmagan. Bo'g'ozligida olingan. Buqami yo xunajinmi? Xunajin. Hop, nomerni ayting, xudo xolasa sotamiz buni. 93 670 26 ha 1646. Va buni necha puli bo'ldi o'shanda? 45 million. Savdosiga bermaganmi deyna? 45 millionga berilmagan ekan. Bolasi bu qashqili buniki. Sotilmadi asosiy. Savdolar yo'q, savdolar вообще past. Egasi ko'radi, xudo xolasa. Va puli qanchadan bo'ldi bular? 15 million bo'ldi aka. 15 million. Mana bu qamiz 15 million. Bunisi aka? 57 million 500 ming uchtasi. Uchtasi 57 million 500 ming. Hop, endi keyingilardan mana shu yerda turib chiqqanlarni olib turaveramiz. Buni puli qancha bo'ldi? Sizlardanmi bu? Puli qancha bo'ldi buni? Oxirgi narxi 32. Bola buqami? Bolasi buqa 32 million so'm savdosi bo'lgan, berilmagan. Nechinchi kurak bu? Ha? 5-bola. Chivozka 5-bola ekan dema. Ona yillar qanchadan bo'ldi bular? 22-21 boshdaginisi bo'g'oz ekan. 5-bola 32 million savdosi bo'lgan bola buqa. Gap yo'q. Ashyadan chiqqan mollar narxini bilib turamiz endi. Qo'chqorni puli bo'ldi to'g'a? Sog'liqmi bular? Qo'chqordan qo'lishmadi, Semiz aka. Pulicha qancha bo'ldi? 48,5 danga bo'libdi ekan. Rahmat. Ashyadan chiqqan mollarni addani bitta video yoqib turamiz, xudo xolasa. Bola buqacha kelyapti, dala buqacha. Puli qancha bo'ldi aka buni puli? Puli qancha bo'ldi? 14 million aka, kechirasiz. 14 million so'm savdosi bo'libdi o'sha. 1 metrga bujulis buqachamiz. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar. Shu joydan endi keyingilarini faqat sotilganlarni ko'rib turamiz shu joydan. Rahmat. Barchanglarga.